Hammaga salom. Uzumdan shuncha narsa zakaz qilganman. Hozir birgalikda raspakovka qilamiz. Birinchi produkt yordamchi mishga solaman. Juda ham quruq va yorilib ketgan teri uchun oyog'i tegiga, tovonga ishlatishga. Wow. Kokos hidi kelar ekan. Kokos va mayza hidi. Obyomi juda ham katta ekan. Buni men onam uchun zakaz qilgan. Bu brendning ko'p narsasi yaxshi chiqqani uchun onam uchun zakaz qildim. Ko'rganlardan keyin yana otziv qoldiraman. Mana idish katta ekan, 100 ml ekan, kattagina ekan. Bu birinchi narsa. Ikkinchi narsa, yordamchi olaman. Bunaqalarni marketing quli deydi. Reklamada ko'rgan narsamni qiziqib zakaz qilib tashlayman. Bir xilda esimdan ham chiqib ketadi nima zakaz qilganim. Sochim uchun shunaqa maska zakaz qilgandim. Buni tarkibida qalampiri bor ekan. Buni ishlatib ko'rib, albatta buni ham otzivini qoldiraman. Bu katta idishda ekan. O'zimga ham, qizlarimga ham, umuman butun oilamizga yetadigan ekan. Yarim litr 500 ml ekan. Kattaligini qaranglar buni. 3-chi raspakovkam. Bundan bitta olgandim. U qizimga yoqqani uchun qizim ishlatyapti. Shuning uchun o'zimga yana bitta zakaz qildim. Qaranglar, qog'ozi chiqdi, QR kodi bilan ekan. QRni bir marta shunaqa zakaz qilib ko'rdim. Rasmga olganda avtomat kirib ketdi va 10 ming skidka beradi. Bu qog'ozni o'ziga ham yozib qo'ygan skidka deb. Wow, idishi ham такой богатый. Barxtni o'tgan safar olganimda idishi ham bunaqa emas edi. Barxtni ekan. Qani ochamiz. Wow. Sovuqda lablarimiz quriydi-yu, shunga qurib ketmasligiga yordam beradi. Tarkibida yog'lar bor ekan. Hidichi tiramisu shirinligini eslatyapti hidi. Buni switch qilamiz. Yaltirashini, labni namlantirib berishi rosa ham yoqdi. 4-chi narsa, SPF issiqda ishlatish kerak deyishadi va sovuq shamol bo'lsa ham odamning terisi qorayib ketar ekan. Odam uchun krem zakaz qildim, lekin buni tarkibida SPF ham bor ekan. Buni masalan qo'llarimga, bo'yinlarimga namlantirish uchun suraman. SPF bo'lgani uchun quyoshdan ham saqlaydi. Shuncha narsa keldi. Bugungi raspakovka shundan iborat. Endi bularni hammasini ishlatib ko'rib, yana fikrlarim bilan bo'lishaman.